Baba quyosh siylagan yurtim, andozasi jannatdan yurtim, istiqloldan gullagan yurtim. Aman bo'lgin ona diyorim, zaval ko'rma O'zbekiston. Sirdaryoning sohilida bir go'sha bor ajoyib, ming buloq deb atalmish u jannat makon g'aroyib. Qizlari bir go'zal suluv, yigitlari zabardast, ona yurtim ravnaqiga doim ular kamarbast. Qizlari bir go'zal suluv, yigitlari zabardast, ona yurtim ravnaqiga doim ular kamarbast. Biri usta paxtakor, biri dehqon mirishkor, biri yana chorvador, yurt ishida fidokor. Tuproq zar, suvi gavhar, bog'larda bitar bol. Zahmatkash el quvonchiga quvonch ular istiqlol. Zahmatkash el quvonchiga quvonch ular istiqlol. Qutlug' bo'lsin yurtim to'ying, xush ayyoming muborak. Qutlamoqqa keldi bugun toza qalb, toza yurak. Qutlug' bo'lsin yurtim to'ying, xush ayyoming muborak. Qutlamoqqa keldi bugun toza qalb, toza yurak. Qutlamoqqa keldi bugun toza qalb, toza yurak. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, aziz ustozlar. Barchangizga 15-aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni muborak bo'lsin. Bugun respublikamizning har bir hududida madaniyatga, san'atga o'zini baxshida qilgan insonlar, mana shu yo'lda suyak qotgan insonlar, madaniyat va san'atni yuqori cho'qqisiga ko'tarishga mehnat qilayotgan kamarbasta insonlar kasb bayramlarini nishonlashyapti. Shunday ekan, yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Hamkasblar, ustozlar, tabrik uchun so'z Mingbuloq tumani hokimi Mansurov Ahror Ahmadaliyevichga. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli madaniyat va san'at xodimlari. Barchangizni mamlakatimizda bugungi kunda shu viloyatimizda, tumanimizda amalga oshirilib kelayotgan madaniy ma'rifiy sohalardagi islohotlarni, hurmatli prezidentimiz tomonidan bildirilgan tashabbuslarni joylarda ijrosini bajarayotganlaring bilan o'zimning nomimdan, sektor rahbarlari nomidan umuman mana viloyatdan ham mehmon keldilar. Alohida shu bayramimizga birga keldik. Ibrohim aka, inson markazlari boshqarma boshlig'i. Shuning uchun barchangizni tabriklayman. Bu bayram o'ylayman kasb bayramini nishonlash qonun bilan 15-aprel qilib belgilanib, bugun mana shu kunni nishonlayapmiz ekan. Hammangizni bu kun bilan alohida tabriklagan holda shu tumanimizda madaniyat va san'at taraqqiyotiga hissa qo'shgan Xursanoy opa Umarova hamda uning izdoshlari faoliyati bugungi kunda hammangizga bilinib turibdi. Hammangiz buni chin dildan his qilib turibsiz. Shuning uchun fursatdan foydalanib barcha shu tadbir qatnashchilarini, madaniyat va san'atda fidoyi bo'lib ishlayotgan oddiy bir mutaxassisdan yuqori lavozimdagi rahbarlargacha, nuroniylarimizgacha hammalaringni tabriklaymiz. Iloyim mana shunaqa bayramlarda, kasb bayramlarini ko'proq o'tkazish, ko'proq mana shu davralarda
mana shu to'kin dasturxon atrofida birlashib o'tkazish nasib qilsin. Hech qachon kamchilik ko'rmanglar. Yangi O'zbekistonda mustaqil yurtda bunaqa bayramlar yarashadi. Sizlar bilan o'tadi hamma bayram. Men o'ylayman, bugungi bayram hammasidan bir boshqacha bo'lib, jo'shqinlik bilan, ko'tarinkilik bilan, umuman bir samimiyat bilan haqiqiy bir bayram bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun men ham o'zim alohida bugun kelib shu yerda sizlar bilan birgaman, birga o'tiraman bir dasturxonda. Tabriklayman. Rahmat. Ahrorbek Ahmadaliyevich endi o'sha san'at sohasida o'zini fidoyilikni ko'rsatgan bir guruh yurtdoshlarimizga tuman hokimligining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alarini o'zingiz topshirsangiz. 15 aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan madaniyat faoliyatini rivojlantirishdagi samarali mehnati, Mingbuloq tuman madaniyat ma'rifiy sohalardagi ulkan hissalari, samarali mehnatlari uchun Mingbuloq tumani hokimligi Umar va Hursonoy oyani ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Xuddi shu mazmundagi tashakkurnoma bilan Solmuxonov Bahodir taqdirlanadi. Xuddi shu mazmundagi tashakkurnoma bilan Ra'noxon Xoliqova taqdirlanadi. Navbat chiroyli qo'shiqlarga taqdirlashlarimiz yana davom etadi. Marhamat.